Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir Termiz shahridamiz. Bugun ertaga Termizda bo'lamiz. Hop. Bugun dushanba, seshanba Termizda bo'lamiz. Chorshanba kuni yo'lga chiqib ketamiz. Akamizga mexanik kovul 2020-yil, 19-yil temperatura dachi chiqarib berib, bunga chiqarib berishimizning sababi akamiz birinchi kelib qo'ydirdilar. Chunki akamiz shunaqa muammo bo'lib qolgan, suv qaynab ketgan. O'sha uchun bu narsa juda ham kerakligini bilib birdaniga qo'ydirdi. Hozir klientimizning xolisona fikrini eshitib o'tamiz. Akamiz shaharchiga mashina. Aka, ayting, nima muammo bo'ldi sizga? Mana hozir batafsil akamiz o'zi aytib beraman shu mashina nima muammo bo'lganini, nima uchun suv dachi qo'ydirgan bir xil aytyapti. Menga suv dachi kerak emas, umuman suv dachi kovolka o'zi kerak emas, o'zi chiqadi, unaqa deb sal tushunarsiz gaplar gapiryapti. Aka, ayting. Suv dachi kerakli narsa ekan. Moshin qizib ketganini bilmay qolar ekan odam. Pechkaga tiqilgan ekan eski antifriz. Antifriz zavodga turgan edi, almashmagan edi antifrizda. Nima radiatorni yo'rib tashlabdi-da. Mana yangi qo'ygansiz buni? Ha, yangi radiator qo'ydi. Yangi radiator qo'yibdi uni. Termostat qo'yib ko'rdik. Baribir nima bo'lmadi, aylanish bo'lmadi. Agar datchik bo'lganda hozir temperaturani ko'rib turadi. Necha bo'lgan bo'lsa, shu endi ko'rib turganlaringizdan keyin bemalol chekka to'xtatib ko'rishlaringiz bo'lardi. Shunaqa muammo bo'lganini oldin olsa bo'lardi, kim yangi unaqa qo'yganini. Endi ko'plar kerak emas deyapti aka, bu narsa juda ham kerak. Chunki bemalol ko'z bo'ladi. Necha gradus bo'lsa qarab turib qo'ldirsangiz bo'ladi bemalol. Hammaga tavsiya qilib qo'la, akamiz ham chunki kuygandan qildiryapti bu narsani. To'g'rimi, nima deysiz aka? Shunda, bilmaganimiz uchun $100 dan ko'p pulim ketdi-da buni. 150 ming so'mga o'rnatib beryapti. 150 mingdan $100 ketdi. Hamma qo'ydirishda tavsiya qilamiz. Bemalol kelaveringizlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Asl adresimiz Toshkent shahrida o'zi, e'tibor uchun hammaga rahmat.